Necha metr yura olyapsiz, opa? Necha yursam, eshikni oldigacha yuraman xolos. Eshik oldigacha yurasiz. Borib keling-chi, ko'raylik. Bugun birinchi kunda endi. Opa, mengacha ham davolandingizmi? Ha, davolandim. Nimalar qildingiz? Ano. Massaj qildi-da. Ha, u massaj lechini emas. Tortdi. Arqonni tortdi? Ha. Arqonni qana tortadi? Mana narsa qilibdi belimda. Ha, qisdi-deng. Ha, bo'yningizdan o'tkazdimi? Ha, Bo'yningizdan o'tkazdi, keyin oyog'ingiz orasidan o'tkazib qisdi. O'zi bu qisilishdan kelib chiqqan bo'lsa, yana ham qisadimi? Bo'ldi, qaytaring, qiynalmang endi. Qanday qaytaring? Qarasam, devor tugab qoladi, ketaversiz. mashadim tortyapti darasi. Bo'ldi. Siz qayerga borganingizni adresini bilaman, viloyatini aytaman. Farg'onaga borgansiz. Viloyat bo'yicha, точный данныйsini aytmay qo'ying, uy nomerigacha-yu, atigacha. Lekin ashaka borgansiz. Bu qisilishdan kelib chiqqan. Qisilishda ochmang uchun qo'yib yubormaydi bu. Yursam, yo'qsam ham og'riydi-da. Ha, yo'talsangiz tushib kirsangiz ham og'riydi. Ha. Bo'ldi, xonaga kirib. Billasam ham og'riydi-da. Bo'ldi, ha. Yaxshi. Qarang. Devor ushlab yuradigan qolamiz. Mayli. Bugun birinchi kun hali lechini boshlamadik, endi tortamiz. Hozir qizdiryaptimi salafanlar? Ha, qimga qo'yib qo'yishdi. Ha, shu yumshatib beryapti mushaklarni. Qo'ydi. Ha? Ha, hozir tortgunimcha qo'yib qo'yasiz. Qarang, zo'rg'a yuribsiz-da. Mayli. Yaxshi bo'lib qolasiz. Mana shu jicha yurib tahorat olib kelaman. Ha. Zo'rg'a tahorat olib kelamanda, keyin 1 soatgacha yig'latmasdan qo'ymayapti-da. O'z-o'zidan haliga yig'lab. Yig'laveraman, orqachida yo'mas. Orqachida emasda. Ham tortadi, ham uyushyapti. Ham tortib, ham uyushyapti. Mana ikkita barmog'im bor-ku, sochaloqlarim. Qon kelmayapti o'sha yerda. U ish anaqa uyushib qolgan. Bunday o'tirganda uyushib qoladi. Sezmaysiz. Sezmayapman, lekin Keyin sovqotadi yozda ham o'sha oyog'ingiz. ha, Qancha bo'ldi boshlanganiga? hozir mash 1 oydan bir davolanib kelganimdan keyin asha 2 haftacha yaxshi yurdimda, 1 hafta sal og'ridi. Arqonni bo'yningizdan o'tkazib, oyog'ingiz orasidan o'tkazib eshdi. Ha. Bo'ldi, mayli. Endi bunday qilamiz, opa. 2 haftasiga mana hafta kelganda kuchayibroq og'ridi. Mana 3 kundan beri og'rib, mana 2 kun bo'ldi yurgizmayapti-da. Bo'ldi, xo'p. Endi kirib yotib turasiz, siz sal kechroq tortaman endi. Eplab kirib oling endi. Hozir og'riq qoldiruvchi ichib olganimda o'ymash devorga to'lab. Ha. Or qoldiruvchi bilan keldingiz-a, menimcha kelgunicha ham. Og'riq qoldiruvchi ichdim. O'shuning bilan shunchaliksiz. Bo'ldi. 3 ta og'riq qoldiruvchi. Ta'sir qilmaydi o'sha ham. Yo'q, ta'sir qilmayapti. Aytdimki, telefonda 3 ta og'riq qoldiruvchi ikkovi bitta qilib oldim. Cho'g'ni bitta qilib. Ammo bo'lmadi, ta'sir qilmadi. Siz hali uni emerti yo'lda kelyapti, tushdingiz, hali tusholmayapman, yotolmayapman. joyga Ha, bo'ldi. Hali demoqchiman, yo'lingizda bor dedim-da, qiynalmang mayli. Yo'l yo'lakay tushib bo'ldi. Endi esladim telefon qilganingizni. Hali 400 ming to'lab tusholmay qaytib keldim o'zimizda dedingiz telefonda. Ha, endi esladim. Aytdim-ku, namanganlik odam qana Andijonda emertisi bilan keldi ekan deb. Opa, kirib yoting, bo'ldi, boshlaymiz. Hoy, bo'ladi. Ikkinchi kursni tugatdik. Tugatdik degan. 1 oydan keyingi holat. Yaxshi. Nechta grijingizda? Necha millimetrda? 11. 11 millimetr. Yaxshi. Nimaga olmoqchiman, nimaga so'rayapman? Hali qayting endi, ketib qolyapsiz endi. Demoqchimanki, kimlardadir birinchi etapda o'zgarish bo'ladi, kimlardir 3-etapda bo'ladi-da, buni men aytib ko'rsatib bermoqchiman. Biz ham qo'limizdan kelganini qilamiz. Endi mana premyer efirda ham tortib ochdik, hozir ko'rsatmayapmiz. O'zgarish necha foiz bo'ldi? 80%. Mengacha ham boshqa joylarga borgansiz. Qistirgansiz umurtqazni, qisib lechini qilgansiz, hijama qilgansiz. Ana shuning uchun men aytaman, doim umurtqani ochish kerak, tortish kerak, cho'zish kerak. Demoqchimanki, sizga o'xshaganlar ko'radi buni ham. Nechta joyda davolandingiz mengacha? 2 ta joyda davolandim. Ungacha og'riq qoldiruvchi olib yurdim. Hatto mana bizga kelganingizda ham birinchi etapga kelganingizda ketganingizda keyin og'rib turdi. 1 hafta 10 kun. Dahshat og'ridi. Ha, biz ham aytamiz-da bu yerda, biz og'riq qoldirib bermaymiz, biz ham hali lechini qilib davolaymiz, og'riq qoldirib bermaymiz deyman ko'pchilikka. Sizga ham shu gapni aytganman, opa biz og'riq qoldirmaymiz, davolab beramiz deb. Qanday rejimlar qildingiz uyda? Uyda faqat yotdim. Takoy yotdim, o'sha Qattiq joyda, taxtada. og'ir narsa ko'tarmadim, ko'p yurmadim.
1 oy rejim qildingiz. 1 oy rejim qildim. 1 oyda yana qaytib keldingiz. Kundan kunga so'rildi bu. Xo'p, yaxshi. Endi yana ikkinchi kursda oldingiz. Ikkinchi kursda oldingiz. Xudo xolisa yana xuddi shunaqa rejimlar qilasiz yana. Endi 20 kun hech qanaqa qimirlamasdan yotib turamanmi? Shunaqa qilasiz, ham qimirlamasdan yotib turasiz, og'ir ko'tarmaysiz, qo'lingizni sovuq suvga tiqmaysiz. Endi birinchi etapda qanaqa rejim qilsangiz yana shunaqa qilasiz. Yotib olib mashq, yotib olgan holatda gimnastika mashq. Yo'q, biror haftadan keyin. Keyin ballonchikka o'tirasiz. Hali ballonchikka berganmiz. Uyda ham anaqa choy ichadi, shunaqa ballonchikda o'tirib turasiz. Endi demoqchimanki, biz ham umurtqani ochuvchi, umurtqani cho'zuvchimizda bu yerda. Ochganimizda keyin so'rilib kirib ketadi. Yana bitta borib kelasiz. Ilgari yura olmasdingiz, shuning uchun men ko'rsatyapman buni. Bo'ldi, qaytaring bo'lmasam. Necha metr yurardingiz oldin? Devor ushab yurardingiz-da? 10 metrcha, 9 metr, 10 metr emas, qadam yurardim. 10 qadam yurardingiz. 10 qadam. Yaxshi. Bizni ham YouTube'dan ko'rib keluvdingizmi? Ko'rganman-da. Yo boshqasidan eshitdingizmi? Kelishingiz. Boshqasini eshitdim. Eshitdingiz, ha. Davolanib ketganlardan. Davolanib ketganlar aytgan, keyin uni opam menga shuni anaqa qiling dedi. Yaxshi. Endi bunday qilamiz. Rejim mashq. Men ham sababchisiman-da, opa. Rejim mashq qilmasangiz, og'ir ko'tarib nagruska qilsangiz, qaytalanib qolishi oson bo'ladi lekin. Sababi hozir o'ng tomondan bo'lsa, keyin chap tomondan qaytalanishi mumkin. Keyin ehtiyot bo'lmasangiz, demoqchimanki, mana operatsiya bo'lganlar bilan yotdingiz-ku, ashlar ham 6 oy rejim qilgan. Operatsiyadan keyin 6 oy rejim qilgan, lekin yana qaytalangan. Demoqchimanki, buni qaytalangani yomon bo'ladi, ehtiyot bo'ling demoqchiman. Xo'p, sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling opa endi. Ha? Xo'p. Yursam, tomir og'rib turish ehtimoli bormi yo'q? Shuning uchun yoting biror oy deyapman-da. Hozir yurmang hozir. Ha. Tomir og'riydi, boshqa hech qanaqa og'rimaydi. Ashuni birinchi etapda bellaringiz bilanada endi. Endi bitta ana shuning uchun rejim qo'ysangiz, u ham qo'yib beradi endi. 1 oydan keyin yursangiz bo'laveradi. 1 oydan keyin sog' bo'ling opa. Xo'p.